Muomalaga degan gapni eshitmoqchi emasmisiz? Unda quyidagi xatoni takrorlamang. Anaqa qilish kerakmi? Unaqa qilingmi? Holatida tomoqqa bosim berib gapiradigan bo'lsangiz, avtomatik ravishda tinglovchini o'zingizdan uzoqlashtirasiz. Va oddiy tushuntiradigan bo'lsam, xalq ta'birida adolжение bilan gapirayotgandek eshitilaverasiz. Undan ham yomon holat. Agar mana shunday gapirishda davom etadigan bo'lsangiz, sizni mashinistdek qabul qilishlari ham mumkin. Nimaga? Chunki har qanday gapni mana bunday gapirishingiz oqibatida har qanday gapingizni katta ikkilanish bilan qabul qiladi odamlar. Qanaqa to'g'rilashni o'rgatishim kerakmi endi? Buning uchun eng zo'r mashqni aytaman. Bir hafta davomida har kuni kamida 10 daqiqa takrorlaydigan bo'lsangiz, aniq bu muammodan qutulasiz. Buning uchun yopiq og'iz bilan iloji boricha maza qilib eslashingiz kerak. Holatida ko'p takrorlayverasiz va kamida 10 daqiqa. Natijasini albatta kommentariyada yozib qoldiring. Undan ham zo'r layfhaklarni bilmoqchimisiz? Unda Nodir Nuriddinov akkauntiga obuna bo'ling. Notiqlikning eng zo'r sirlari halolmanda.